Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan biznes asoslari fani darsi bo'yicha 3-mavzuni o'tamiz. Mavzuyimizning nomi xususiy uy xo'jaliklarining daromadlari va xarajatlari. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan jamg'arish o'yinini boshlagan edik. Bugun mavzuyimiz bo'yicha biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasi bo'yicha birinchi turni boshlaymiz. Eng avvalo sizlardan birinchi turda keltirilgan barcha ma'lumotlarni o'qib chiqishingizni so'rayman. Bu ma'lumotlarda o'yinning boshlash tartib qoidalari tushuntirib o'tilgan. Masalan, birinchi turda joriy daromad va xarajatlaringizni ko'rib chiqing. Dastlabki balansning turli elementlarini ko'rib chiqing deb yozilgan. Demak, siz o'yin maydonida dastlabki tur deb oila byudjetini rejalashtiruvchi jadvalni tur 0 degan joyini diqqat bilan ko'rib chiqishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, mana shu joriy yildagi sizning daromadlaringiz va xarajatlaringiz hisob-kitobi deb tushunishingiz kerak ekan. Hurmatli o'quvchilar, birinchi turning ikkinchi qismida oila a'zolari bilan tanishing deb yozilgan. Oila a'zolari kartasini o'qing. Biz sizlar bilan ikkinchi mavzuyimizda oila a'zolari bilan qisman tanishib, ular haqidagi ma'lumotlarni o'qib o'rgangan edik. Hurmatli o'quvchilar, birinchi turning 3-qismida 3 tur davomida amalga oshirmoqchi bo'lgan oila maqsadingizni belgilang. Oila maqsadi kartasini o'qing va ulardan birini tanlang. Kartani taxta maydonning tegishli joyiga qo'ying deb belgilab qo'yilgan. Hurmatli o'quvchilar, oila maqsadi kartasini birinchi variantini olamiz hamda uni diqqat qilib o'qiymiz. Birinchi variantda nima deb yozilibdi? Oila uchun yangi mashina sotib oling. Oilangizning har bir a'zosiga, masalan, maktabga, kutubxonaga yoki sport maydoniga borish uchun transport kerak. Biroq oilaviy va avtomobilning zamonaviyligi ma'qul. Yangi avtomobil kundalik sayohatlaringizni yanada yoqimli va obro'li qiladi. Bu oilangizning ijtimoiy mavqeini ham oshiradi. Narxi 50 kula. Bundan tushunishimiz kerak ekanki, biz oilamiz uchun avtomobil sotib olishimiz kerak. Avtomobilning narxi esa 50 kula ekan. Oila maqsadi kartasida ta'siri ham belgilab qo'yilgan. Hayot sifatini 30 ga oshiring. Keyingi turlar uchun transport xarajatlarini 2 ga kamaytiring. Hurmatli o'quvchilar, demak, bu kartaning natijasiga ko'ra, ta'siriga ko'ra biz sizlar bilan hayot sifatini 30 ga oshirishimiz kerak bo'ladi. Biz strelkali stiker yoki bo'lmasa, mana bunday stiker bilan olib, hayot sifatini 30 ga deb yozib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Oila maqsadining kartasiga ta'siriga ko'ra biz sizlar bilan keyingi turlar uchun transport xarajatlarini 2 ga kamaytiring deyilgan. Demak, biz sizlar bilan 2 va 3 tur uchun transport xarajatlarini 2 ga kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Mana hurmatli o'quvchilar, ko'rib turganingizdek, transport xarajatlarini -2 ga 2 va 3 turlarga kamaytirib qo'ydik. Hamda o'yinimizni davom ettiramiz.
nazorat turining 4-qismida daromad bo'yicha qarorlar. Daromad darajangiz haqida qaror qabul qiling. Doskadagi tegishli katakchaga X belgisini qo'ying. Yuqori chap burchakka qarang deyilgan. Demak, siz mana bu burchakka qarab, birinchi tur bo'yicha mana daromadlar ko'rsatib o'tilgan. Shu yerga siz o'zingizning daromad darajangizni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Siz yuqori yoki bo'lmasa o'rtachadan yuqori yoki bo'lmasa o'rtacha darajani belgilab olishingiz kerak bo'ladi hamda mana shu katakchalarga X belgisini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 4-qismning keyingi bandida jadval ko'rsatilgan. Mana shu jadval bo'yicha siz daromadlaringizni belgilab olganligingiz hamda qaysi darajani belgilab olgan bo'lsangiz, mana shu jadvalga belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz o'rtachadan yuqorini belgiladingiz. Demak, bunday qilib belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 4-bandning C qismida ham daromad darajangizni qarab, hayot sifati shkalangizni moslashtiring deb belgilangan. Demak, siz o'rtachadan yuqorini belgilagandingiz, bu yerda ham siz o'rtachadan yuqorini belgilab, hayot sifatini -3 ga kamaytirar ekansiz. Demak, -3 ga kamaytirish uchun mana bu yerda biz boya sizlar bilan 30 ni belgilagandik. 30 edi. Endi bundan biz -3 ni 3 ga kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda mana bu yerda 27 ta hayot sifati shkalamiz shunday bo'ladi ekan. Hurmatli o'quvchilar, xuddi shunday tartibda birinchi turdagi barcha vazifalar birin-ketin amalga oshirilib boriladi hamda hisob-kitoblar ham qilib boriladi. Hurmatli o'quvchilar, birinchi turning 5-si xarajat qarorlari. Bu qismni biz to'liq o'qib chiqib tushunishimiz mumkinki, bu yerda qizil jadvalcha belgilangan hamda biz mana shu qizil jadvalchada bundan 4-qismda belgilab olgan darajamizni, o'rtachadan yuqori darajamizni belgilab olishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, biz o'rtachadan yuqorini belgilab olganmiz hamda mana shularni biz bu ishtirokchining qo'llanmasida ham aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, C qismida xarajatlaringizga qarab hayot sifatini shkalangizni moslashtiring deyilgan. Bunda ham sizlar bilan biz o'rtachadan yuqorini belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan daromad darajamizni tanlab olganimizda o'rtachadan yuqori 105 kula deb belgilab olindi. Shuningdek, 5-qismda biz sizlar bilan xarajatlarimizni ham aniqlab oldik. Demak, bizda birinchi turda uy-joy uchun 35 kula, transport xarajatlari 15 kula hamda oziq-ovqat xarajatlarimiz 20 kula deb belgilab olindi. Ishtirokchining qo'llanmasida C variantida hayot sifati shkalangizni belgilab olishingiz kerak. Bu yerda o'rtachadan yuqorida uy-joy 2, transport 2, oziq-ovqat 2 ekan. Demak, biz sizlar bilan 27 bo'lgan hayot sifatimizga 6 ni qo'shib, hayot sifatimizni qayd etib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan.